Futbol tarixidagi eng kuchli 5 ta himoyachi. Bu 5 deya to'pni emas, orzularni ham to'xtatgan. Ularni oldidan na afsona o'tgan, na vaqt g'alaba qozongan. 5-o'rin Carles Puyol. Sochlari yo'g'on edi, yuragi esa sokin, askardek jimgina turardi. U maydonda devor, ishonch, doim vijdon timsoli. U himoyada emas, qalblarda bo'ladi. 4-o'rin Milan afsonasi Aleksandro Nesta. Himoyaning o'limi har bir pozitsiyasi bu bilim va tajribaning eng yuqori cho'qqisi. Nesta maydonni o'zi boshqarar, raqiblar uchun esa umid qoldirmasdi. 3-o'rin El Capitano Sergio Ramos. Ispaniya devori, jangchi, sardor, tarix yozuvchi. Har zarbasi g'alabaga chaqiriq, har sakrashi hayot uchun kurash. Uning ko'zida yong'in bor edi, g'alaba oldi. 3-o'rin Frans Beckenbauer. U orqada o'ynar, lekin butun jamoani yuragidek boshqarardi. Futbolda taktik inqilob qilgan shoh. Libero tushunchasini futbolga abadiylikka aylantirgan buyuklik. 1-o'rin Paolo Maldini. Italiya va Milanning yuragi. Har bir harakati san'at, har bir qarori donolik. Himoyani nafislik bilan ifodalagan afsona. 25 yil davomida nafaqat raqibni, balki vaqtni ham yenggan sardor. Do'stlar, keyingi video qaysi pozitsiya egalarini top 5 taligi bo'lsa? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring.